Uydan chiqib soat 7:00da biz yo'lga chiqdik. Akalar, biz bir yerga ketyapmiz. Ha do'stlar, assalomu alaykum. Tasmi 7:00da qayerga yo'lga chiqdik? Manas shahrına do'stim bugun bo'lsa. Manas shahri bizni kutib qolinglar. Inshaalloh bugun Manasda yorishim bo'ladi deymizmi, jiga? Manasga bir akalarimiz tomonidan chaqirildik. Ozgina o'zimizda ham ishimiz bor edi. Bir yo'l Manasga borib kelaylik dedilar. Bugun bo'lsa 2-3 soat Manasda olamiz do'stim. Inshaalloh 2-3 soat emas. Barg'andan keyin 2-3 soat. O'zi yo'li 2 soat do'st. Joyli, platni yo'l bilan yuramiz. Qarasan, öyle bir yo'llar tezroq yetadigan bo'lib do'stim. Inshaalloh. Через O'zgan ketmaymiz. O'zgan shahridan manda bo'rito o'zganda chiroyli bo'lib ketganda. Shu aytamiz. Qarasan, qushlarga o'tadi, alhamdulillah do'stim. Do'stim, kundan-kun ochilib, son bo'ldi. Mana shahri inshaalloh biz ketyapmiz. 1-2 soatda yetamiz, 9-10larga yetib qolsak kerak. Inshaalloh sog' bo'linglar.